qachon duo qilganda doimo alhamdulillah deb boshlaylik. Alhamdulillah deb Allohga maqtovni aytib duo qilganda adevi shunday. Andan keyin payg'ambarimizga salom salovat aytamiz. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah deb. Payg'ambar Allohga alqish maqtov, payg'ambarimizga salom salovat, andan keyin anan o'zingizdan boshlaysizдағы uy bilangizga butkul ummatga duo qilasiz. Meyli Alloh taoladan kechirim so'rayli, rahimdiliğini so'rayli, razıçılığını so'rayli, baxtlilikni so'rayli, bog'lilikni so'rayli. Bardiq yaxshiliklarni so'rasak, birinchi o'zingizga so'rayli, anan uy bilan bola chaqangizga so'rayli, anan butkul ummatga, butkul odamzodga so'rayli. Iymonni so'rasaqdagi, beyishni so'rasaqdagi, iyilikni so'rasaqdagi, jengishni so'rasaqdagi, vaqtni so'rasaqdagi butkul ummatga. O'shani hech unutmaylik. Tartibi shunday. Payg'ambarimiz aytgan sallallohu alayhi vasallam, kimga Alloh taolo bir yaxshiliklarni bersa, al o'zidan boshlasın, jana uy bilasidan boshlasın degan. Ko'rdingizmi? O'shaning uchun doimo birinchi gezekda o'zimiz turamiz, andan keyin uy bilamiz turadi, anan butkul ummat turadi.